Zavodda toza orientir paydo bo'ldi. Endi ulli bayroq degan orientir. Ko'rdingizmi bayroqni? Ne kadar kattaligini. Sizlar bir savol, izohlarda yozib qoldiringlar. Shu bayroqni balandligi necha metr? Горячий точка bo'ldi. Beram, xudo xolasa Shavot City'miz yana gullab yashnab yotdi. Shundan yonida onda bir sari dom bor, ko'rgan bo'lsangizlar. Ana shuni men sizlarga to'liq ko'rsatib berajakman. Sari domimiz 5 etaj, 1 podyez, 15 xonadon. То есть 1 podyezda уже hamma xonadonlar shunda joylashgan bo'ladi. Uyimizni 95% ishi bitgan. Уже yaqinda qolgan 5% dan ishi bitiradigan bo'lsak, keyin уже ko'chaversak bo'ladi. Domimizning tashqi qismi to'liq hammasi утепление etilgan. Bazalt bilan hammasi qoplangandan ustidan travertin etilgan. Keyin granitlari и oyoqdan e'tibor beringlar, burchatkalari. Hozir как раз podyezdni oldinamiz. Yana novesi podyezd. Endi sizlar bilan ichana giramiz. Ha, aytingchi, har bir xonadonda, har bir kvartirada o'zini alohida balkoni bor. Podyezdagi birinchi chap tarafimizdagi kvartiramiz 3 xonali kvartira, 76 kvadrat. To'g'ridagimiz esa 55 kvadrat. Yan tarafimizdagi esa o'ng qo'limizda bu ham 3 xonali kvartira, 72 kvadrat. Podyezdlarga ham e'tibor beringlar-da, hamma mellari o'sha maromar etilgan. Endi bu xonadan boshlaymiz. Tualet bor, chap qo'limizda, uning yonida esa kuxnyamiz bor. Qara. Qurilishdan chang'iga e'tibor bermaysizlar, bayroq, krug, xullas, mechit. Yonda yana bir spalnimiz bor. Birisi ota-onalarning spalnisi bo'ladi bo'lsa, birisi bolalarning spalnisi bo'ladi. Zal bor. Zalga kirishdan oldin vanna xonasi bo'ladi bu yerda. Keyingi kvartiraga kiramiz. Birinchi bizani tualet xonamiz kutib oladi. Beringlar, bu yerda уже elektro montajlari etilgan, avtomatlari qo'yilgan, hattoki pojarniy signalizatsiyalari, datchiklari ham shu yerda. Dalcha o'tadigan bo'lsak, kuxnyaga yetib kelamiz. Yon tarafimda akfa oynalari, podokonnliklarni ochib qo'yilgan. Kvartiramiz 2 xonali. Bu yerda yana bir xonasi. Bu yon tarafimizda esa zali. Ana endi navbat o'ng qo'ldagi kvartiramizga kiramiz. Bizani kutib oladigan xonamiz bu kuxnyamiz. Spalnimiz bo'ladi. Spalnisi zalimizdagi eng ulug' xonasi. Zaldan chiqamiz, yonindagi xonaga kiramiz. Bu esa bizani spalnimiz bo'ladi. Baholarga keladigan bo'lsak, kvadratini 5 million so'mdan deb turibmiz. Istasangizlar naqd pul olishlaringiz mumkin, yo bo'lmasa 20% gacha boshlang'ich to'lovini to'lasangizlar, qolgan qismini 2 yilda bo'lib to'lash ham o'zini bahosida, ya'ni hech qanday ustuna qo'shimcha foiz ustamasiz bo'lib to'lash imkoniyat yaratib beramiz. Yonimizdagi dom esa shuni 2 baravari двойной bo'ladi. Ya'ni bu domimizda 2 podyez va 30 xonadon bo'ladi. Podyezimizni yorug'lik bilan ta'minlash uchun domimiz tepasida quyosh panellari ham qo'yilgan. Hamma narsa hisob-kitob olingan. Sizlarga komfortli sharoit yaratish uchun biz xizmatda bo'lamiz. Shavot City domlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ish telefonlari telefon to'lang.